Davlatimiz rahbari tomonidan xotin-qizlarni tadbirkorlikka o'qitish, kasb-hunarga o'rgatish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Buni bevosita 8-mart Xotin-qizlar bayrami munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda Prezidentimizning ayollar tadbirkorligini yanada taraqqiy ettirishga qaratilgan tashabbuslarida ham ko'rish mumkin. Urganch tumanida ham bu yo'nalishda salmoqli ishlar amalga oshirilib, mahallalarda ayol tadbirkorlar soni oshib bormoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Tumandagi Beshayvon mahallasida faoliyat olib borayotgan tadbirkor oilalar soni ham keyingi bir yilda sezilarli darajada oshdi. Oila va xotin-qizlar bo'limi mutaxassislari xotin-qizlar faollari tomonidan ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash masalasiga e'tibor qaratilgan bo'lib, mahallada ham milliy hunarmandchilik, tikuvchilik, to'quvchilik va boshqa yo'nalishlar bo'yicha kasb to'garaklari tashkil etilgan. Buning uchun esa malakali mutaxassislar jalb qilinib, ular tomonidan ustoz-shogird an'anasini rivojlantirishga e'tibor qaratilgan. O'quv markazimizda ko'p liboslar tikilib borilayotir, o'rganish jarayonlari ketib turibdi. Jahon talablarini mos ravishda o'rgatilinib turgani uchun chet ellardan ham bizlara buyurtmalar qabul qilinib turibdi. 20 ga yaqin xotin-qizlarimiz ish bilan ta'minlanib turibdi hamda o'quv kurslarimiz olib borilayotir. Buning uchun Hunarmand uyushmasiga a'zo bo'linib, u yerdan ham bizlarga yordam berilmoqda. Asosan milliy liboslar tikiladi, to'y marosimlari hamda bir qancha tadbirlarda kiyish uchun mo'ljallangan. Prezidentimizning O'zbekistonni milliy brendi bo'lishi kerak degan so'zlari asosida biz Xorazm milliy liboslar brendini yaratmoqdamiz. Bunga bizning mijozlarimizning qiziqishlari hamda talablari juda katta bo'lmoqda. Shuning uchun qizlarimiz ham ustoz-shogird an'anasiga muvofiq bilim ko'nikmalariga ega bo'lishmoqda. Davlatimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlar ushbu maskanda faoliyat ko'rsatayotgan yakka tadbirkorlar uchun ham qator muvaffaqiyatlar eshigini ochmoqda. Turli yarmarka va tanlovlarda mahsulotlar namoyishi yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, xotin-qizlar ushbu maskanda o'zlari yaxshi ko'rgan tikuvchilik kasbi bilan shug'ullanib, oilasiga ham daromad keltirishyapti. Tadbirkorlik markaziga kelib ish o'rganyapman. Maqsadim sexlar ochib, men ham Layla ustozimdek tadbirkor bo'lishni orzu qilyapman. Bunday maqsadimizga erishish uchun davlatimiz tomonidan xotin-qizlarning tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Mahalladagi xotin-qizlarni kasbga o'qitish maskanida tadbirkor Laylo Yusupova tomonidan asosan ayollar milliy liboslar tikish va bichish, bezakli munchoqli liboslar, kelin liboslari tayyorlashga o'rgatiladi. Ushbu maskanda yosh qizlar ham kasb-hunarlarni o'rganish, ustoz-shogird maktabi imkoniyatlaridan foydalanish borasida yetarli ko'nikmaga ega bo'lishmoqda. Bolaligimdan tikuvchilikka qiziqaman. Ish o'rganish uchun tikuvchilik o'quv markaziga kelyapman. Bu yerda barcha sharoitlar yaratilgan. Ayniqsa milliy liboslarni tikishda katta tajriba to'plangan. Men ustozlarimdan tikuvchilik asrorlarini o'rganyapman. Kelajakda oilamga katta foyda keltirishga harakat qilyapman. Xotin-qizlar uchun tikuvchilik eng kerakli kasb deb o'ylayman. Farzandi tarbiyasidan ham ajralmagan holda uyda o'tirib tikishlik qulay. Tikuvchilik orqali ham daromad oladi, ham farzandi tarbiyasi bilan ham shug'ullanadi. Hunarmand xotin-qizlar hamda tikuvchilar orasida sog'lom raqobat muhitini vujudga keltirishda bu kabi hunarmandlar faoliyati muhim ahamiyatga ega. Beshayvon mahallasida istiqomat qilayotgan yana bir tadbirkor tomonidan tashkil etilgan mana bu korxonada buyurtma asosida maxsus kiyimlar, ko'rpa va yostiq jildlari, shuningdek milliy brendlar asosida tikuvchilik mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Ishlab chiqarishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari natijasida amalga oshirilayotgan yangi loyihalar, xususan arzon va sifatli import o'rnini bosuvchi tikuvchilik mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlari. Bu borada davlatimiz tomonidan berilgan imtiyozlardan tadbirkorlar ham unumli foydalanib, faoliyatni yanada kengaytirishni maqsad qilishgan. Tikuvchilik seximiz Beshayvon mahallasida o'z faoliyatini olib boradi. Bizda asosan ishlab chiqarishimiz buyurtma asosida bo'ladi. 10 nafar qizimiz bor. Tikuv mashinalarimiz zamonaviy va murakkab, choylarni ham ajoyib va chiroyli qilib taxlab beradi. ishlarimiz yengil bo'ladi. Hozirgi tikib turgan kiyimlarimiz mavsumga mos, qishki kiyimlarni tikyapmiz. Masalan, jaketlarni tikamiz, bushloqlarni tikamiz. Hozirgi kunda buyurtmachilarimiz ishimizdan mamnun. Mahallamizdagi uyda o'tirgan xotin-qizlarimizni ish bilan ta'minlab va qo'shimcha qizlar kichkina yoshlarimizni, maktab bitirganlarimizni ish o'rganuvchi sifatida olib, ularga ham ish o'rgatyapmiz. Kelgusida qo'shimcha ish o'rinlarini yaratamiz.
Korxonada yangi tikuvchilik dastgohlari, kompyuter texnologiyalari asosida ishlaydigan gul va boshqa shakllarni matoga bosish uchun xizmat qilayotgan zamonaviy uskunalar ish unumini oshirishga yordam beradi. Bu bilan korxonada avtomatlashtirilgan yuqori texnologiya hisobiga mahsulot sifati ortishiga erishilmoqda. Ahamiyatlisi, ushbu korxonada xotin-qizlar bandligini ta'minlash borasida muayyan natijaga erishilgan.